qilaman. O'shada Garvardga ham borib kelgan. Sizni bilimni o'zim salaman, albatta. Yana faoliyatimni boshlamoqchiman. Xudo xohlasa endi Toshkentga yana borib, faoliyat yuritmoqchiman. Ana qanamlar ham olib keldim, oyijonimlari. Sog' bo'ling, salom. Ularni ham qiziqtirdim. Ustoz, o'zi nima loyiha bu? Ustoz zamonaviy kasblarni o'rgatuvchi ilova va bunda har bir yoshdan qat'iy nazar xohlagan zamonaviy kasblarni bepul o'rganish Shu zamonaviy kasb degani bir tushunarsizda. Bir aytinglar sohalarni, nima misol sohalar? uchun shaxsan o'zim HR sohasini o'qidim, o'rgandim va hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida zarba maishiy texnika do'konida ishlayapman. 6 million oylik ham olyapman. Shu To'raqo'rg'ondirman. Ya'ni agarda bu sohani yaxshi o'rgansa, o'zining sohasi zo'r bo'lsa, shu oyligini ham olsa bo'ladi. Undan tashqari Canva, yana notiqlik, HR, yana karyera, mobilografiyadan albatta. Yoshlar yaxshi ko'radigan kasblardan bittasi. Albatta, o'shalarni o'rganib, o'zimiz sohamda foydalanaman. Bepulmi? Albatta, bepul. Shaxsan o'zim foydalanaman. Unda mana portfolioda ham juda ham faolman. 5-o'rindaman. Hozir Butun O'zbekistonda 5-o'rindamiz. Albatta. 20 mingta vakil qilgan. 9354 ta tangalaringiz bor, qo'ying. Nimaga yutdingiz shu tangalarning evaziga? Lekin yo'q, hozir tanga yig'yapman faqat. Nimagaki qat'iy yutuq qo'yilgan. Shunga harakat. Undan tashqari targ'ibotchilik yo'nalishida ham 4-o'rinda turaman. Ya'ni bu loyihani so'ziyayi o'zim tanishlarimga, do'stlarimga, obunachilarimga, Instagramda ham 10 mingdan ortiq obunachim bor. Obunachilarimga targ'ib qilib, ularni ham qiziqtirib, targ'ibotchilik sohasida ham 4-o'rinda turibman. Juda ham zo'r. Qo'ying. Chunki o'zim foydalanaman, o'zim manfaat ko'rganim uchun boshqalarga ham tavsiya beraman.